qabulimga 6 yoshli qizaloqqa buvisi olib keldilar. Muammo tungi enuris, undan tashqari bolani kayfiyatida injiqlik va tez o'zgaruvchanlik bor edi va qizaloqni suhbatga oldim. Suhbat davomida oila rasmini tizib berib, iltimos qildim. Rangli qalamlar va A4 qog'ozi berildi. Oila rasmini tizib berdi. Rasmni bundoq chetdan qarasak, yarki, chiroyli, hamma baxtli, hamma koronada tasavvur qiling. Chetdan oilasi baxtli, ahil munosabatlar bor deb o'ylaysiz. Keyin birma-bir kimlarligini, ismlarini yozdirib chiqdik va o'zing qayerdasan degan savolni berdim. Bilasizmi, bu oilada kichkina chaqaloq tug'ilgan, adasi, oyisi, dodasi hamma bor. O'zing qanisan degan savolimizga javob: men yo'qman, chunki chaqaloq tug'ilgani uchun meni buvimni uylariga yuborishdi degan savolga javobni berdi. Ko'ryapsizmi? Iliqlik, birdamlik, emotsional yaqinlik bor. Agar rasmni chetdan tahlil qilmasdan qarasak zo'r deb o'ylaymiz, lekin chuqurroq tushsak bolani o'zi yo'q. Sinisi bor, oyisi, buvisi, oila bor, lekin oilada o'zi yo'q. Ya'ni yangi farzand dunyoga kelayotganda buni bog'chaga olib borish muammo bo'lmasin deb buvisinikiga jo'natib yuborishgan. Oilada mehr e'tibor yetishmaganda ham bolada enuris holati, undan tashqari o'ziga e'tibor jalb qilish holatlari kuchayib ketadi. Bola oilada emas, o'zini oiladan tashqarida ko'ryapti va oilada o'z o'rnini topmasdan rasmga umuman qo'ymagan. Bu yerda bolani ruhiyatida juda ham katta og'riq, siqilish va zo'riqish kuzatilgan. Shu sababli o'zini keraksiz, sevimli emas, nega boshqa singlim emas, aynan meni berib yuborish degan savollarga javob oqibatida tungi enuris yuzaga kelgan. Oilaviy muhitni yaxshilashga, munosabatlarni iliq qilishga va farzandni o'z uyiga, joyiga qaytarishga ishladik va tungi enurisdan ham xalos bo'ldik.